Leksiyani davomlashtiramiz, hurmatli vatandoshim. Endiki mavzu mundaq. Amerika-Jungo savdo urushidan umumyuzlik qarshilashishga qarab mangdi. Mavzuli xabar 8-oyning 5-kuni Fransiya xalqaro radio stansiyasi to'g'rida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Amerika savdo urushi keskin elishish bosqichida turmoqda. Lekin har ikki taraf g'alaba qiladigan ishonch bilan turmoqda. O'xshashda bir vaqtda Jungo Amerika munosabati savdo urushidan butun saf bo'yicha qarshilashishga qarab mangamdi. Bu diqqat qilishga arziydigan masaladir. Avval Amerika Jungo savdo urushining keskinligiga qarab baqayli. 8-oyning 1-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari 25% boj elishni jakarlasa, 8-oyning 3-kuni Jungo tarafimiz 25% boj oladiganligini jakarladi. Amerika Jungo o'rtasida savdo urushi boshlangandan beri dushmanlashish o'zliksiz keskinlashdi. İki davlat diplomatiya ministerleri Sharqiy Janubiy Osiyo munbir yig'inida qatnashganda Jungoning diplomatiya ministeri Wang Yi Amerikaga qattiq so'z iboralarni ishlatib hujum qildi. Wang Yi Janubiy dengiz to'g'risida mundaq dedi. Jungo burayning xo'jayini. Bu yer to'g'risida fikr bayon qilish huquqiga ega bir davlat Jungodir. Yaponiya matbuoti mundaq hisobladi. Wang Yi ministrning bu qatimqi ifade bildirishi Jungo Janubiy dengizning egilik huquqi masalasida qattiq so'z qilgan bir qatim bo'lib hisoblanadi. Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Jungo Sharqiy Janubiy Osiyodagi har qaysi davlatlar bilan birlikda Janubiy dengizning tinchligi va muqimligini qo'g'daydi. Bu yana Amerikani tanqidlab bu harakatlarni ko'zga ilmadi deb ko'rsatdi. Jungo matbuotlari Xushal-Xuram oldi mundaq ko'rsatdi. Jungo va Sharqiy Janubiy Osiyodagi 10 davlat Janubiy dengiz harakat prinsipini maslahatlashib zo'r ilgirlashni qo'lga keltirdi. Janubiy dengiz masalasini davr qilgan holda Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari bilan hamkorlashadigan ikki turli taklifni o'rtaga qo'ydi. Taklif chatning, ya'ni 3-xil kuchning, ya'ni Amerikaning Janubiy dengiz ishlariga aralashish va qatnashishni chetga taqish. Amerikaning Janubiy dengiz ishlariga aralashishni chetga taqish. Demak, bugun taklif berdi Jungo Janubiy dengiz masalasi bo'yicha Amerika qattiq so'z iboralarni ishlatdi. Burunqidek emas, pozitsiyasi qattiq degan gap. Shundaqli Sharqiy Janubiy Osiyodagi 10 davlat bilan hamkorlashadigan bo'ldi. Chunki buning Yevropa ittifoqi bilan Jungo savdo sohasida hamkorlashdi dedik-ku. Xitoy o'zicha endi Sharqiy Janubiy Osiyodagi 10 davlat bilan hamkorlashib, Janubiy dengiz masalasida Amerikaga avorchilik topmoqchi bo'lyapti. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari yig'inida mazgilida qayta ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Chet el kuchlarining aralashishini chetga qaqsaqlab, prinsip maslahatlashishni tezlashtirib, olg'a ilgirlaymiz. Fransiya agentligi 8-oyning 3-kuni harakat prinsipidagi gapning mazmunini harakat prinsipi degan bu dokladning mazmunini naql keltirib, Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining oldiga qo'ygan ikki turli taklif. Birinchi, Janubiy dengizda birlashma harbiy manevr o'tkazish va energiya manbalarini ochishdan iborat. Shart shuki, uchinchi taraf, ya'ni Amerikaning qatnashishini rad qilishdan iborat. Rasmiy yo'qolib ketibdi-ku Jungo hamda do'stim, vatandosh, qarang diqqat qiling, bir Janubiy dengizda
Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari bilan harbiy manevr qilishni yo'lga qo'ydi ekan. Buni odatga ish deydi, keladi, ketadi deydi. Lekin endi Janubiy dengizning energiya manbalarini echish. Buning sharti oldingi sharti Amerikani bu yerga yaqin yo'latmaslik. Amerikani bu yerdan chetga qaqash. Vaziyat qayerga keldi vatandosh, Uyg'ur vatandosh. Jungoning bu harakati Amerikaning Janubiy dengiz ishlariga aralashishni tadrijiy ojizlatishdan iborat. Beijing va Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari Janubiy dengiz talash tortishlarini o'z oldiga hal qila oladi. Üçüncü tarafdan aralashishning keragi yo'q deb qaradi Beijing. So'z urushi davomlashayotgan bir vaqtda Jungo Amerika munosabati umumyuzlik qarshilashishga yuzlandi. Amerika armiyasi Afrika qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Thomas Walt Hagwes mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasining alayda urush qilish qatim sonini azaytib, Prezident Trump hukumatining Jungo va Rossiyadan kelayotgan tahdidga diqqat qilish strategiyasi Amerika armiyasining terrorizmga zarb berishdan hamda davlat tahdidiga taqobil turishga o'zgarganligini ko'rsatib berdi deb ko'rsatdi. Guam Amerika armiyasining Andersen harbiy bazasining to'r betida mundaq xabar e'lon qilindi. 8-ayning 1-kuni Amerika havo armiyasi 96-yili atrat Iroqqa uchib bombardimon qilish atratining 2 dona B-52 belgilik bombardimonchi aeroplani yana bir qatam Guamdan uchib o'tib g'arb tarafni bo'ylab Sharqi dengiz havo tavalligiga kirdi. Demak, Sharqi dengiz havo tavalligi bu Jungoning rayoni yoki Jungoning Sharqi dengizi desangiz bo'ladi. Amerika matbuoti bundaq bir masalaga diqqat qildi. Jungo bilan Rossiyaning yangi bir avlod raketalari Amerika havo armiyasining harbiy harakatlarini kapolatga ega qilguvchi aslahalarga tahdid paydo qildi. Intayin xatarli qurol deb qaraldi. Amerikaning Osiyo Tinch okeani rayonida hamda Yevropada havo urushi qilganda cheklash jihatda halqiliq rol o'ynaydi deb qaraldi. Lekin, yani shu narsani qistirib qo'yaylikki, bu yerda suratli xabar ekandik, bu Jungo Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi muxbirlarni kutib olish yig'inida beshi sangalab ketdi. Chiroyi toza ochiq emas. Nim bo'ldi bu odamga bilgili bo'lmaydi. Bugungi vaziyat to'g'ri seleksiyalarimiz yuqoridan iborat. Endi tuvanda muhokama qilamiz vatandosh.